Assalomu alaykum, Inamarka vodiy kuzatuvchilari. Xudo xolasa bugun Arafa kunga, ertaga hayitlikka bitta mana 8 Pro tayyorlab qo'yganmiz. Maxini qo'ydik, sotib oldik. Bu barterga keldi. Xudo xolasa arzon narxda baraka qilsanglar, baraka topib minasizlar akalar. Mashinamizning holatlari ham o'ta tiniq. Videoda qanaqa ko'rinayotgan bo'lsa, xuddi shunaqa. Paroglari bor. Mashinamiz yili ham 2023. Salonlariga bitta ahamiyat berib baho berasizlar. Hamma komfortlari bor. Panorama tom, 360 gradus kamera, sidinalar qiziydi, Eco Sport normal hamma yo'llari bor. Rejimlar mana sidina pamitlari bor. Bo'lmasa mashinamiz kamchiligi aybi yo'q. Probegi 50 ming bo'lgan, lekin bu probegiga mashina o'ta tiniq holatda turibdi. Orqalarini ham ko'rsatib o'taman. Oilaviyga juda ham zo'r mashina, 7 kishilik, 3 qatorlik, katta kengligini ham ko'ryapsizlar. Oldi ham keng turibdi ancha. Mashinamizning orqasi ham ancha chiroyli ishlangan. Xudo xolasa kamchiligi, aybi yo'q. Aybini ham ko'rmadim. Aybi bo'lsa bizda doim aytiladi. Orqalarini ham bitta ko'rib o'tasizlar. 3-qatorlari ham keng, bemalol ketsa bo'laveradi. Bagajlari ham elektronli ochilib yopiladi. Narxi ham arzon ekan. Hop, bu mashinamizning rasxodlari ham, benzin rasxodlari ham oz ancha. Shahar ichida rasa bo'lsa 10 taga chiqadi rasxodi. Danli yo'lda 8 ta, 7,5 ta. Motorlari ham mana soatda ishlab turibdi. Propan tushaveradi. Eng qizig'i 92 benzinda yuraveradi. Nimaga unaqa deyapsan desanglar, hozir menimcha 80 benzinda Gentraga ham qo'yishmayapti akalar. Endi sizlarga buni ko'rsatishdan maqsad hayitga, ertaga pulinglar yetmasa ham 6 oygacha nasiya savdo qilib beramiz. Mashinanglar bo'lsa, uni tashlab, buni minib yetsanglar bo'laveradi. Qayerda bo'lsanglar ham 12 ta viloyatga dastavkalari bilan ichida $22,800 ga telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Ertaga bo'lsa ham, ertaga ham olib borib beramiz.